Bu tog'ni oshqozonini pardasi, ya'ni ichki qavatidagi pardasi. Buni ko'pchilik uy sharoitida o't qopidagi toshni tushirish uchun foydalanadi. Lekin uy sharoitida o't qopidagi toshni tushirib bo'lmaydi. Buning uchun bir necha oylar, bir necha mahsulotlar, bir necha muolajalar va albatta mutaxassis shifokor bo'ladimi, tabib bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar mutaxassis nazoratida bo'lishi kerak. Buni uy sharoitida kukun holatiga keltirib 3 mahal yoki 2 mahal ovqatdan oldin yarim choy qoshiqdan ichilsa, hazm sistemasini yaxshilab beradi. Ovqatni me'dadan ichakka so'rilishini yaxshilaydi. Safroni, o't qopidagi safroni chiqishini yaxshilab beradi. Ya'ni safroni suyultirib beradi. Bilasizlar, safro o't qopi noqsimon bo'lgani uchun cho'kmalar hosil qiladi va asta-sekin toshga aylanib, qumga aylanadi, keyin toshga aylanib qoladi. O'shaning uchun bundan tez-tez foydalanib tursanglar, toshga aylanmasligi mumkin. Suyultirib beradi va safron chiqishini yaxshilab beradi. Lekin toshni eritmaydi ham, bitta o'zini kuchi yetmaydi, hech qanaqa chiqarib ham bermaydi o't qopidan toshni.